meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning birini tushiga kirdi. Shu hadisning sharhlarida keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi degan edingiz. Qaysi oyati qarituvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar.